Yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday qo'llayapsizmi? Oziq-ovqatlar xayrli bo'lsin. Bugun yana sizlarga niki soatimga o'zgarishlarni bir tezdan ko'rsatay deb ochdim. Menda bu jiq ilm setim qilmadim. Balkim oldingi bilan o'xshashdek, lekin yana ba'zan o'zgarishlar bor. Anaki ba'zan paylarim shunday yaxshi o'smadi bu hafta. Shularniki men rasmiy oldingi value investment ya'ni ba'zi mablag' solish jihatdan bir so'zlab video chiqib bergan. Shuningki ba'zan kuchlarni masalan ko'rsatib beradigan. Square Teladoc ya'ni o'xshash Teladoc oldingi sizlar ko'rsatgan 20% lar ziyonti hozir 18% larga tushdi. Square ham shu sal joyida, lekin Square ham ya'ni uzun yerlar bor kelgusida uzun vadalik shunday yaxshi. JP Morgan 10% dan o'sdi. Yana oldingi o'xshashdek. Balkim yana o'sishi mumkin. Hozir $166 atrofida, $170 yana davom etishdi. Ammo hozir bu shu banka paylaniki shunday yaxshi vaqtlari. Keyin JP Morgan bank sohasida shunday yaxshi, men bek yaxshi ko'raman. Microsoft men joyida. Keyin Palantir masalan ko'rsatib beray. Bu chaqda biz $27 dan olib kelman, $50 xarjlabman. Bu menga $5 ziyon, 10%lik ziyon. Lekin davomli tushgan vaqtida davomli qoldim. $23 tushgan chaqda $22, 21, 20, 18. Bundan mı tuvan tushmadi, men esim qilishimcha $17 tushgani esimda yo'q. Agar tushgan bo'lsa, davomli oldim. Men 200 pay olaman degan hozir jami, ya'ni o'rtacha hisobda 21.40 sentlik o'tir ba'da optima hamsini hozir 200 pay chikim bor. Lekin meniki mo'lcharliginim amaliyotda buni 200 pay emas, 500 paylik qilib ilishim kerak. Davomli shunday qilib olaman. Shu azam vaqtida texnik jiq avog'am bo'lsam, texnik yaxshi bo'larkan to'q. Endi masalan tushuntirib beray. Masalan, shu ba'zi mablag' silishda, masalan $27 dan bir payni oldingiz, tushib ketdi. $23 ga tushdi. $23 ga tushdi degan bu 15% tushib ketdi degan gap $27 dan. Haqlar 5% yoki 6% tushsa, tushib ketdi de. 10% tushsa qo'rqoq bo'lib ba'zan odamlar yonida kirganlar. Andan keyin men setutay deb setutib qoldim. Mishadlam tugaydi jiqlari. Mablag' savat qolgan 30-40% mishadlam tugab bo'ldi. Andan keyin qanday paychakni izlaydi? Üsayotgan paychakni izlaydi. Eng yuqori üsib $27 chiqqan, $30 chiqqan yerdan ilib oldi. Andan keyin olgan vaqtdan boshlab tushib ketdi. Shuningga bu payni mablag' silishni to'g'ri o'ynash kerak. Bo'lib ba'zi mablag' silish uzun vaqtga mablag' silishda tushib ketgan bo'lsa, men qo'shilman. Nima uchun? Mushu malninki bahasi, mushu mahsulotning bahasi tushib ketdi. Shunda azon vaqtida setib olmadim. Andan keyin men bu yerda 50 pay setib oldim. Ya'ni $22 ga tushgan vaqtida yana 20 pay setib oldim. $21.88 sent tushganda yana 30 pay. Keyinda $20 tushganda yana qo'rqmay yana 50 pay. Ondan keyin yana tushganda yana 50 pay. Andan keyin kelgusida men aşağıda men bu video ishlab hisobatimni qanchada men asli ziyonti. Hozir menga $3400 pay bo'ldi. Hozir bu qurilmamni ochqili 2 oy bo'ldi. Mavu $18 ga tushgan vaqti 1 oy bo'ldi. 1 oyning vaqti mavu. 1 oyning oldida men hisobatimni ichib, men sizlarga so'zlab, hozir mening qurilmam shunchalik kuchli bo'lib ketdi. Men hozir bu qurilmamningki kelgusi shunda ishinima degan. 1 oyning ichida ma piyim 29% 50% o'rlab bo'ldi. 30% larga yaqin o'rlab bo'ldi. Bundan yuqori o'rlagan yana keyinga ozroq qaytdi. Bu 30% o'rladi 1 oyning ichida. Bir paychak 1 oyning ichida 30% o'rlaydigan kelgusi yil mening da'vatqanim yilqi unda fursatparastlik ma'ma paychaklar emas, kripto emas, rasmiy uzun va'dalik salgan paychaklar ma u. O'ylab qing 30% o'ylab bo'ldi. Men buni fursatparastlik qilib olmadim. Men buni 10 yil saqlayman deb olgan paychak. Hozir $600 payda qilib bo'ldi bu menga. Shunaqa cho'qim shu nimada uzun va'dalik mablag' silishni cho'qim to'g'ri tushunishimiz kerak. Shopify 8%,
4 qitim olgan, 4 yil esa, mesela az-azdan tushgan vaqtida, mesela $1116 olgan, yoki 1100, ya'ni $100 tushib ketgan vaqtida yana bir tal oldim. Andan keyin yana $20 tushgan vaqtida yana oldim, yana $20 tushsa yana oldim. 4 qitim oldim. Bundan bakrak tushgan, lekin keyin yana qo'shib olmadim. Chunki men hisobnomamda $4500 bo'ldi. Palantirning oldiga chiqib ketganim yo'q. Palantirni men birinchi, ikkinchi o'rniga qo'ymoqchi kelgusida. Andan keyin men cho'ng paylarni Google, Microsoft, malani men sizlarga tushuntirib beraman. Andan keyin Spotify keyinda olgan, o'rtalikda bir tushib ketdi deb payda avolaman deb yaxshi xabarlar bor. Spotifyni uzun vaqtga saqlasangiz bo'ldi. Lekin o'ttir va'dali qilib o'ynasangiz bo'lgan yaxshi paychak. Buni men nechaga bilib olganman. Hammasi tushib ketdi, lekin men yana buni saqlab berman. Chunki mening o'ynayotganim value investment. Andan keyin menga qarang. Masalan, men Palantir $600 men payt qildi. Andan keyin menga Tattoo Chef qarang. Tattoo Chef $900 payt qildi. Men u Palantirniki men hozir shunday maqtab berdim. O'rtacha hisobda 14% payt qildi. Men u 24% payt qildi. Palantirmo 201.84 paychek. Men u Tattoo Chefmo 200 paychek. Ikkisi o'xshashi kerak. Ishga kirib qarab boqaylik. Tattoo Chef eng yuqori vaqtida $27 chiqqan. Kaç dolar chiqqan? 26'da 78 sent chiqib ketgan eng yuqori vaqtida. Ondan men mani ochgan vaqtim 22'da 11 sent ichib ketganman. 20 pay yaptım ben. Çağda şuna azalttım. Dağına işençim bağımlıydı ki. $19 düşken vaqtida 100 pay yaptım ben. Andan keyin $18 düşken vaqtida 30, $17 düşken çağda yana 30, $15 düşken vaqtida yana 20 qilib 200 pay qildim. Mesela $22'dan $17 tushsa bu qancha %? Mesela ben $26 chiqdi, $27 chiqqan vaqtini hisoblamaylik. 26'dan menga hisoblasangiz 40% tek bo'ladi. 22'dan $15 tushgani bu. Bu mu bir 30% jiq. 30%lar atrofida. Bir paychikingiz 10% tushib ketsa, masalan, mishada yamma o'ttirdilar, nurg'on odam yo'qolishdi. Bu degan bir xato o'ynash. Shu tushib ketgan siri odam xo'shal bo'lib, texmi jiq ilish kerak. Tushib ketgan siri qo'rqib qichib ketmaslik kerak amaliyotda. O'zingiz ishongan paychaklarga. Ham Tattoo Chefni men yaxshi bir tushuntirib qo'yay. Buning kelgusi shunday yaxshi. Men buni 200 pay emas, 500 pay qilib olmoqim bor. Shunda pushaymanim bor. Kelgusi cho'qim shunday qilmay. Ham qarang, $15 bu bir oyning oldida hozir 48% o'rlab bo'ldi. 50% ga yaqin. To'xtamay o'rlab turdi. Tunugunning o'zilam, masalan, qarang, tunugunning o'zilam 7'de 48% o'rildi. Buni hozir bu payni Tattoo Chefni hech qanday odam tonimaydi, jiq odam tonimaydi, hech fanlar bilmaydi buni. Bu yil buniki tafovati shunday yaxshi, kelaj yil buning tafovati rasmiy hech fan Wall Street'lar ko'rindi. Shu chaqda kelaj yildan boshlab rasmiy o'rlaydi. O'rlab necha yil shunday tafovat bo'ldi. Masalan, Shopify bu degandek shu yangidan ko'rilayotgan paychaklarga o'xshash. Hamma odam buni setib ilib qo'yotgan bo'lg'achqa. Shu chaqda yana necha yil o'tgandan keyin 2-3 yildan keyin hech fanlar rasmiy bunga bir o'rin berib, rasmiy buni analiz qilib, ana keyin qanday qildi desangiz, buni S&P 500 ning ichiga soldi. Mapayni, Tattoo Chefni. S&P 500 ning ichiga, mana Tesla'ni bultur S&P 500 ning ichiga solgan o'xshash, Mapayni ashuna ichiga soldi. S&P 500 ning ichiga kirdi bu pay. Kirgandan keyin u chaqda ondan rasmiy muqimlashib, ustidan vaqti keldi. Rasmiy 4 yil, 5 yillardan keyin, andan keyin yana davomli, yana 5 yil to'xtamay shu Apple, Amazonlar o'xshash 10 yillargacha to'xtamay ustidan. Undan keyin ana keyin ahvoliga qarab, ya peshqadamdamsiz, ya ba'zi yerlar o'zgardi deb boshqa paylarga almashtirsangizmi, shu chaqda qarsangiz bo'ldi. Belki bu çağdımı yana tutup turgan fursati yana davomli bo'lamdi dedi. Uni bir narsa olmaydi. Tesla mening o'zimniki qurilmamda $570 dan olgan, 2 tal
Manada $700'dan 3'ni, $600'dan 4'ni, 7 paycheck aptimi Tesla'dan tushib ketdi hozir. Hammasining bo'p 6%dek. Masalan, buniki hozir o'ttir hisob $645 bo'pti menga. Tunögünlan mesela Tesla qancha % tushdi? Tunögü 3% tushdi. Lekin jiq emas, o'ziniki xabari qaraganda. Buniki nima deb xabari chiqdi desangiz, Tesla'niki shu Model 3 ku deyman. Shu Model-niki to'rimizdan ozroq chatoq bor deb 4-5 minglik shu mashinasini, setilib bo'lgan mashinasini qaytarib oldi. Shu xabari bor. Bu shirkat uchun shunday yaxshi xabar emas. Amaliyotda bunday xabar chiqqanchada bir 10% dek tushishi kerak, lekin aran 3% tushibdi. Balkim bugun yana davomli tushishi mumkin. Hozir tag'i baza taqaq rasmiy ichilmadi. Baza ichilgan yana 10 minut, 15 minut qoldi. Videorim o'chaqishim so'zilmasligi mumkin. Zillow buni sizlarga tunishtirgan o'tir vadiliq saqlayman. Buniki bahosimi bir 50% dek tushdi. Shunga davomli yana bir 10% ya 15% o'ylagan vaqtida balkim o'ylashib yasiditma ya davomli qarab turma. Foizini bu meniki qurilmam uchun shunday muhim, ham uzun va'daliq, masalan 2-3 yil saqlashi mumkin. Buni chaqilmayman. O'ni agar meniki hozir qurilmamda $14,000 dek naqd pul bor. Agar men tuyuqsiz bir yerda naqd pul ishlatmay, men pulim yetmaydi, men sal qisib qoldi deb o'ylab qolsam, birinchi bo'lib balkim setayotgan paylarim shu o'yini o'ylashim mumkin, chunki o'yinda menga ozroq foyda bor. Boshqa men setayotmoqchi bo'lgan paylarga qaraganda. Facebook shunday yaxshi. Facebook cho'ng shirkatlarning ishiga qaraganda, lekin davomli sal tushishi kerak. Men sizlarga dedim, Facebookdan sal pal xatir bor, cho'ng peshqadam shu paychaklarniki o'rnini olib ichida turib, chunki monopol anaki bexatarlik taraflarda sal-pal shu hukumat jihatdan monopol qilgan deb sotlarga tortilib bazanchalar shu sal shum xabarlar bo'ldi. Lekin Facebookniki sohalari shunda keng, zo'r. Bu degan bir sotsial medialar emas yoki e'lon bergan bir e'londan pul topadigan supa emas. Buniki hozir taraqqiy qilayotgan nurg'un yerlar bor, shifrli pul deydi, algoritm, AI, sun'iy idrok tarafdan bo'lsin yoki uyan jihatdan bo'lsin, mustaqil jihatlardan taraqqiy qilayotgan yerlar jiq, sun'iy reallik degandek majatlarda. Airbnb men qachon olgan mesela ko'rsatay. 5-26. Hozir menga 12% kirim bo'ldi hozir. 15% kirim bo'lgan, sal-pal tushdi. Tunögün mana 4%dan yuqori o'rlabdi. Airbnb amaliyotda men yaxshi ko'rmayman, shunda uzun vaqtga shunda yaxshi, lekin hozir sal-pal nima xabar bor desangiz, shu virusniki. Lekin bu o'zinglar bilsizlar, shu xalqlar o'zlarining uylarini nima qiliblar, sal-pal tozalab, boshqalarga ijaraga berdi. Bir kunlik manchpol, sayohatchilar bir kunlik nima qilib o'tirdi. Bu Airbnb bu paychaknoma bir ikki do'st raqlam ochgan, buniki tarixim shunday qiziqarli. Amaliyotda Airbnb degan Air Bed and Breakfast degan shardi ko'p degan karvat anandikin atiyalik sayarlik tomoq degandeklam qilib ashta bir hikoyasi bor. Qarab baqsanlar, ko'rib baqsanlar bo'ldi. Shunday qilib paydo bo'lgan shirkat hozir kuchli bo'lib, necha millionlik shirkat bo'lib ketdi. Kelgusiga menimcha shunday yaxshi shirkat meniki shu ko'ngil sohasida saqlab qolgan bir paychikim bo'lib qilish kerakdi. Lekin bu jihatda sal-pal xabarlari bor hozir shu tozalik jihatdan. Hozir virus pandemik bo'lganki, hammadan tozlikqa shunday diqqat qilyapti. Ya'niki buniki masalan bir uyi, ba'zan uylarni bir kunligiga $120 ijaraga bergan bo'lsa, lekin tozlikqa ayrim $200 oldi. Jami bo'lib $300 $400 undaq bo'lib ketirgan. Bir o'yiniki bahosi-chi, tozlik qilib falan pul ketgan. Anaki ham birsi azallar tozlikqa uncha ishonch qilmayotgan mushtaq xabarlar bor. Shunga men buni yana davomli qarab turman. Agar yana menimcha hozirgi bahosi shunda tuvan $134. Balkim o'tirib vaqtliq saqlashi mumkin $180 atrofida.
qarab boqma gap yana bak tushib ketadigan bo'lsa mundoq masalan abay man 5 yil dedim bazı mablag' solgan chog'da uzun vadiliq value investmentda tushib ketgan sir olamiz lekin ba'zan mushta asosiy sal o'zgargan xabarlari bakmi yaxshi emas anaki ishki vaziyatlari sal pal o'zgargan ya bo'lmasa bu sohani boshqa bir yangidan chiqqan bir shirkat kelib buni disrupt deymiz disruptive innovation deganda boshqa shirkatlarga mablag' solmagu mana mushta nimasini o'zgartiradigan bir shirkat chiqqan bo'lsa masalan Airbnb o'zidan bir disruptive innovation odatdagi hotel mehmonxona saroylar nisbatan masalan Uber taksilarga nisbatan bir disruptive innovation agar bu Airbnb'ga bir disruptive innovation mustaq bir shirkat chiqsa u chog'da men setib o'tishni o'ylashman qachon qanday vaqtlarda value investmentni qanday vaqtlarda sotamiz degandek to'g'riliq men ayrim bir video ishlab sizlarga deb beraman manki Twitter'ni men chiqdim dedim balki $80 $90 chiqqan chog'da deyapman Dropbox uzun bo'lgan shunday yaxshi o'rlamagan lekin tunugilam 4% o'rladi to'g'risizlar mushtaq lekin men Dropboxni asosda yaxshi ko'rib qolyapman texnik chunki bu yangi shirkat lekin buniki performansi hozir men uchun shu peshqadam shirkatlardek shunday muqim o'rlayotdi bak tushmaydi masalan cho'ng tushishlar correctionlar bo'lgan vaqtida bunda cho'ng tushmaydi bu ham cho'ngmi o'rlamadi ham cho'ngmi tushmaydi Halbuki AMD qarasanglar AMD'niki Tesla bilan sal pal yaxshi xabari bor to'xtam jihatlarda men buni 5-27 olibman hozir mana 5% o'rlab oldi necha potentiallar AMD'ni bu bir mikro o'zak shirkat uzun vaqt saqlayman Barrick Goldmi agar menga sal pal kirim qilib qolsa o'tirib vaqtliq o'ylashim mumkin chunki men oltinga bakmi qiziqmayman azaldan lekin hozir men pul paxalliq deb olib qo'ygan qarab boqaman bakmi bunimi bu soatni bakmi tushunmayman lekin tushunay deb olgan qani qarab boqaman Coinbase bumi agar cho'ng bir ishtik o'ylab qolsa setib o'tishi mumkin o'tirib vaqtliq Avi uzun vaqtliq saqlayman hozir menga sal ziyon lekin men buni texnik jihlatmoqchi hozir bak oz aran $2000 20 paychak var balkim 40-50 qisam balkim muvaffaq bo'ldi Kosei Gaming qarasanglar masalan buni 2 ga bo'lib qolgan 2 payda lekin xil uzoq bo'ldi yaxshi o'rlamagan lekin tunogin bir kundan 6% o'ldi ko'rasiz bundan sal pal yaxshi xabar bor ba'zan mushtaq shirkatlar va ba'zan bir necha yil mushtaq o'rlamay lekin buroqlam 100% o'lab ketgan shu Amazonga burun ishlab olgan Coupang yanında aldım bunu 5-28 olibman hozirgacha $15 ziyon lekin buni men asosda jihlatib shu hozir necha ming dollar $1,000 ekan balkim $4-5,000 qilaman uzun vaqtliqqa buni men oz deganda 4-5 yil saqlayman bu Koreyaniki Amazonsi deb qo'ydi endi Amazondek mushtaq yaxshi taraqqiy qildi deb ko'rilmoqda Alibabadek agar undaq yaxshi taraqqiy qilolmay qolsa ba'zan yaxshi shirkatlar o'ziniki shirkatni mang'uzish jihatlarida unda yaxshi tajriba bo'lmay ba'zanlar yaxshi nim qilolmaydi agar shundaq o'zgarishlar shu asosiy o'zgarib qolsa balkim setib o'tishni o'ylashman lekin yaxshi o'rlab qilib qolsa 4-5 yil saqlayman Nano Dimension buni ozgan 4-5 yil saqlasangiz bo'ladigan shirkat lekin buniki hozir davolg'usi shunday cho'ng balkim biroqlam 20% tushib ketishi mumkin buni sal diqqat qilsangiz bo'lmaydi yana balkim yana davomli 100% o'rlab ketishi mumkin lekin bu menimcha ozganda 10 narsa o'rlaydigan shirkat hozir masalan $6 10 narsa o'rlasa around $60 bo'ldi balkim 10 narsa emas lekin 40 qism o'rlishi mumkin 40-50 qism o'rlishi mumkin bu degan 3D printing cho'ng soha kelgusi cho'ng o'zgarish shakllanadi buni 5-24 olibman hozir 20% kirim qilib bak oz oldim lekin $600 tushganda yana olaman desam bak ishni ko'rlayapti Dogecoin bularimiz menga ziyon Ethereum bir azroq o'ldi deyman lekin menga bak ziyon bularni men jiq olmadim o'zim shaxsiy hisobotimda bular yo'q kriptolar
Mana $600, mana $500. $100,000 qurilmamda bularda aran $1000 bor ekan shifrli puldan. Lekin hozir meniki bu qurilmam 2 oy bo'ldi ochqili. Ananki oldingi haftada yana $1400 foyda qildi. Shularni sizlarga deb beray deb ochdim. Qolgan yana jiq so'zlaydigan ayollar bor, ikkilarga son so'zlab beray. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsangiz boshqa paltoqni cho'qim biz qo'ying. Meniki mau YouTube algoritm jihatda cho'ng foydasi bor. Anandan keyin boshqalarga tavsiya qilib qo'ying, obuna bo'ling. Ikkilarga son ko'rishaylik. Allohga emanet.